Doktor bo'lish uchun ximiya, biologiya fanlarini yaxshi o'qish kerak bo'lardi. Ximiya, biologiyaga maktabda yaxshi o'qimaganman, lekin repetitorga borganimdan keyin men ximiya, biologiya qanaqa qiziq fanligini o'shanda tushunib yetganman. Chuqur o'qishga ishtiyoq o'shanda menda juda ham kuchayib ketgan. Maktab bitirganimdan keyin kollejga kirganman. Mabodo institutga kira olmasa, kollej diplomi bo'lsa hamshira bo'lib ishlaydi deb Borovskiyga o'qishga kirganman. Borovskiyda o'qiganman 3 yil, lekin men hamshira emas, men vrach bo'lishim kerakligini o'shanda men his qilganman. Toshmiga tayinlanib, Toshmiga imtihon topshirganman. Toshmida adam stomatologiyaga topshirasan deganlar, men borganman, qarasam stomatologiyaga odam kam topshiryapti-da, davolash fakultetiga ko'p odam topshiryapti. Shu zo'r fakultet bo'lsa kerak deb o'ylab, o'sha odam ko'p topshirayotgan joyga borib, dokumentimni topshirib kelganman. Keyin men yig'gan ball bilan stomatologiyaga kirib ketishgan, lekin men yig'gan ballim davolash fakultetiga yetmagan, yiqilganman birinchi yili. Rosa xafa bo'lib, yig'lab o'tirganimda 2 ball yetmagan. Keyin odamlar aytganlar, qabul bo'limiga boramiz, kira olmagan, kontrakt to'la olmaydigan odamlar agar ketadigan bo'lsa, o'rniga seni tavsiya qilib ko'ramiz deb borganlar. Haqiqatan ham shunaqa bo'lgan. Kira olmay qolganlarning o'rniga keyin meni qabul qilishgan.